Assalomu alaykum barchaga yurtdoshlar, tomoshabinlar, Jizzax Begoms kanalining qadrli obunachilari. Xudo xolasa 2026-yilda mana chiqarayotgan Begoms biznes haqida birinchi videomiz. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz hozirgi vaqtda Begoms biznesini boshlasa bo'ladimi? Cho'lchanglar nobud bo'lib qolmaydimi? Qaysi vaqt boshlagan ma'qul deb ko'pchilik aka-ukalarimiz so'raydi. Hozirgi vaqtda mana shunga video qilyapmiz. Aksiyalar qilmoqchimiz. Xudo xolasa mana shu Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanlaridan, Begomslardan sotuvni boshladik. Xudo xolasa kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kim shu 2026-yilga Begoms biznesini qilishni rejalashtirayotgan bo'lsa, hozir ayni vaqti. Mana hozir sizlarga cho'lchan izishlikdan bitta ko'rsatib o'tamiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqishingiz mumkin. Hozir Begomslarimiz ham sotuvga tayyor. 25-30 tonna atrofida elangan Begomslarimiz tayyor. Xudo xolasa uni bahor faslida qovun tarzida ekadigan aka-ukalarimizga zaxira qilib qo'yganmiz. Mana bu tarafda Begomslar ham hali elanmagan. O'rtacha xudo xolasa 50 tonna atrofida Begoms tayyorlaganmiz. Bu tomondan ham elab xudo xolasa yetkazib beramiz. Hozir sizlarga cho'lchangning zishligini bitta ko'rsatib o'tamiz. Kimga qiziq bo'lsa, oxirigacha ko'ramiz. Layklarni bosib bizning kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Yurtdoshlar, ko'rib turganlaringizda mana bu joylar elangan. Mana pastda 3 ta joy, nari tomonda 4 ta joyimiz hali elanmagan. Cho'lchanglarni xudo xolasa mana Begomsdan keyingi xatlarga chiqaryapmiz. Sotishni xudo xolasa mana yo'lga qo'ydik yana. 2026-yil mana shunaqa Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanglarini olib Begoms biznesini boshlayman degan aka-ukalarimiz uchun bonuslar bilan qilib beramiz. Hozir buni cho'lchanglarni ko'rsatib o'tamiz. Bismillah deb. Ana akalar, uje tepa qatlamga chiqib boshlagan cho'lchanglar. Mana shu zishligini oshirib, xudo xolasa dastavkasi ichida O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Tomonlardan ko'rsatamiz. Sal noqulay bo'lyapti hozir. Mana cho'lchanglar kimga ko'rinayotgan bo'lsa, zishliklar xudo xolasa zo'r darajada bo'lgan. Tomonlarni ko'rsataylik. Shoxa bilan unchalik bo'lmadi, ko'rib bo'lmadi. Mana akalar, cho'lchangning zishligi xudo xolasa bundan ham zichroq qilib, xudo xolasa yetkazib berishga harakat qilamiz. Mana cho'lchanglar yangi ozuqaga chiqishni boshlagan. Kunlar xudo xolasa isib, mana yaxshi bo'lib qoldi. Mana kimga shunaqa Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanglar yoki Begomslar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Xudo xolasa mana shu 4 ta joyimizda zishligi xuddi mana shunaqa darajada bo'lgan cho'lchanglarni yanada zishlashtirib, dastavkasi ichida bonuslar bilan yetkazib beramiz. Kimda-kim Begoms bo'lsa, xudo xolasa bahor faslida sota olmayotgan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, mana pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Xudo xolasa klientni topib beramiz yoki o'zimiz sotib olamiz kelishtirilgan narxlarda. Sog' va salomat bo'lamiz.